11 bob. Mujohidlarni jabdush, ya'ni tayyorlash va ularning oilasidan yaxshi xabar olish. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uzayl qabilasidan Bani Lihyan qabilasiga qo'shin avatib, har ikki kishidan birisi borsin. Ajr u ikkisining o'rtasida o'rtaq bo'ldi, degan. İmam Abu Bakr ibn Munzir mundaq deydi. Bu hadis farz kifoyi jihatga qarta aytilgan bo'lib, farz kifoyi jihatni bir turkum kishilar ado qilsa, boshqalardan saqit bo'ldi. Zayd ibn Khalid Juhani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Kimki Alloh yo'lida g'azot qilguvchini jabdib qo'ysa, o'zimi g'azot qilguvchiga o'xshash savobga erishadi. Kimki Alloh yo'lida g'azot qilguvchining oilasidan yaxshilik bilan xabar olishga qolgan bo'lsa, umi g'azot qilguvchiga o'xshash savobga erishadi. Zayd ibn Khalid radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Kimki bir roza tutquchiga iftorlik bersa, u kishiga shu roza tutquchiga berilgan savobga o'xshash savob berildi. Buning bilan u ro'zlarning savobidan ham hech qanday kemayib qolmaydi. Kimki Alloh yo'lida bir g'ozini jabdib qo'ysa, u kishiga shu g'oziga o'xshash savob berildi. Buning bilan u g'ozining savobidan ham hech qanday kemayib qolmaydi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Kimki Alloh yo'lida bir g'ozini jabdib qo'ysa, shu g'oziga o'xshash ajrga erishadi. Kimki bir g'ozining oilasidan yaxshi xabar olsa, hamda uning oilasiga mol sarf qilsa, shu g'oziga o'xshash ajrga erishadi. G'azotga tayyorlangan kishi kasallik yoki uningdan boshqa biror o'zir sababli g'azotga chiqolmagan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki Alloh yo'lida g'azot qilguvchini jabdib qo'ysa, o'zimi g'azot qilguvchiga o'xshash savobga erishadi degan so'ziga asosan o'ziga tayyorlagan narsani boshqalarning g'azotga chiqishi uchun bersa bo'ldi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Aslam qabilasidan bir yigit: "Ey Rasululloh, men urushga qatnashay desam, jabdung'idek bir narsa topolmadim", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Paloni kishining qishig'i borgan. U urushga tayyorlangan edi, ammo og'rib qopti", dedi. U yigit uning qishig'i berib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sana salom etdi va urushga tayyorlagan narsalaringni menga berishingni aytdi, dedi. U kishi ayoliga: "Men urushga tayyorlagan narsalardan hech nimani olib qolmay, hammasini bu yigitga bergan. Alloh bilan qasamki, hech narsani olib qolma. Shundala Alloh bizga barkat ato qildi", dedi. Burayda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Mujohidlarning ayollari jihadga chiqmaganlarga nisbatan o'z onalari ularga harom bo'lgandek haromdir. Har qanday bir jihadga chiqmagan kishi mujohidning o'rnida uning oilasidan xabar olish uchun qo'yilib, ondan u kishi mujohidning ahliga xiyonat qilgan bo'lsa, xiyonat qilguvchi qiyomat kuni mujohid uchun turg'izib berildi va mujohid u xoinning yaxshi amallaridan xohlagancha olib oldi. Sizlarcha xoinning holi nima bo'lib ketar? Bu hadisda mujohidning oilasiga xiyonat qilishning naqadar og'ir gunoh ekanligi va mujohidlarning ayollarining hurmati jihadga chiqmaganlarga nisbatan xuddi onalarining hurmatiga o'xshash ekanligi bayon qilingan. Abu Abdullah Halimi mundaq deydi. Buning sababi mujohidning jihaddan o'ltirib qolguvchi ustidagi haqqining kattaligidandir. Chunki mujohid o'ltirib qolguvchiga nisbatan uning noibi hisoblanadi. Mujohidning jihadga chiqishi bilan farz jihad uningdan saqit bo'ldi va mujohid o'z jini bilan uni himoya qildi. Shundaq turib, uning mujohidning oilasiga xiyonat qilishi qandoqmi mumkin bo'lsin? Uning mujohidning oilasiga qilgan xiyonati bo'lsa, o'z qo'shnisining ahliga qilgan xiyonatidan kattadir.